Assalomu alaykum. Mana bugun biz mijozimiz Akbar aka bilan ko'rishib turibmiz. Akbar aka bilan suhbatimiz shundan iborat bo'ladiki, mana shu 4-5 oy ichida broker haqida qisqacha ma'lumot beradi va o'zini natijalari bilan ulashadi. Videoning oxirida biz Xudo xolasa Akbar akaga o'zimizni sovg'amizni taqdim qilamiz. Akbar aka, xush kelibsiz. Hozir bir siz bilan suhbat qilamiz. Sizni o'zingizda mana shu broker haqida ozroq bo'lsa hamda fikringizni va xulosangizni bersangiz. Endi o'zi asli bu sohaga kirib kelganimizga 2 yil bo'ldi, 2 yilcha. Trading har xil brokerlarda ishladik. Shu tasodif sizni Telegram kanalingizga ulanib qoldikda va shu brokerda haqida ma'lumot oldim. Qiziqdim. Qanaqa broker ishlasa bo'ladimi? Hozir har xil informatsiyalar bor. Falon broker uncha pulni bermay qo'yibdi. Shu yerda bloklab qo'yibdi degan gap so'zlar ko'paygandan keyin davomiy ishlaydigan odam bir o'ziga ishonchli broker tanlash kerak bu sohada. Sababi 1000 so'm, 2000 so'm bilan ishlamaymiz. 10 ming, 20 ming bilan ham может ishimiz yaxshi bo'lib 100 ming, 200 ming bo'lib ketishi mumkin shoyat. Unda masala brokerda bo'lib qoladi. Shunday. Shuning uchun ishonchli broker o'rganib chiqdik. Mana 6 oy bo'ldi shekilli, 6 oy. Mr. Forex broker bilan ishlayotganimizga 6 oy bo'ldi. Brokerdan hali muammo yo'q. Avvalo sizni tavsiyangiz bilan bo'lganda bizga ma'qul bo'lgan tarafi bonus taraflari ma'qul bo'ldi. 30% lik bonus. Ba'zi vaqtlarda savdolar prosedurga kirib qoladi. Masalan, bitimlar yopilmay qolamiz, stop qo'yilmagan joylari bo'ladi. O'sha narsalar uchun o'sha 30% lik bonusi katta podдержка bo'ladi. Ma'lum bir muddat o'tganiga real summaga aylanadi. Shunday. Uch taraflari ma'qul bo'ldi. Shuning uchun bizda yaxshi Mr. Forex bilan ishlayapmiz 6 oydan beri. Spreadlar ham normalniy. Komissiya yo'q, pul ichishda muammo yo'q. Swap yo'q, samое главное. Ochiq masalan bitimlar qolib ketsa, bir kun sutga o'tsa ba'zilar oladi swap. Shunaqa swap yo'q. Shu hozircha yaxshi ishlab turibmiz. Muammolar yo'q. Xo'p. Endi siz shunaqa xulosa chiqardingiz Instaforex broker haqida. Hozirgi kungacha endi siz to'liq o'zingizni misol uchun mablag'ingizni aytish shart emas. Bu endi hamma o'zining shaxsiy anasi. Shuning uchun sizdan endi shu tariqada so'raymanki, misol uchun pul yechishda qancha summa, например, именно 10 ming или 100 ming emas, tam 50 mingdan yuqori summa, например, yoki 100 mingdan past, 10 mingdan ko'p, 10 mingdan kamroq summalarni biz yechib yuribmiz. Qanchadir kunda chiqyapti, например, 1 kun, 3 kun, 5 kun. Mana shu savolga javob bersangiz, sizda shunaqa holatlar qanday bo'lyapti? Endi pul yechishda ko'p muammo bo'lmagan, kattaroq summa bir marta kattaroq summa yechilgan. 3 yo 4 ish kuni ketdi shekilli-da. Endi summa sal kattaroq summa edi. Shuning uchun tekshirish jarayoni sal cho'zildi. Bir ikkita hujjatlar so'radi, qo'shimcha hujjatlar. Ayni boyagi страховка nuqtai nazaridan o'zini безопасность deydi-ku. O'sha nuqtai nazardan bir ikkita hujjatlar so'raldi. Hamma hujjatlarni qilib berdik. Yo'q, shu 3 kun yo 4 kunda chiqardik. Endi 10 ming undan past, undan sal yuqoriroq bo'lgan summalar bir sutka vaqt ketyapti. Zaifga beramiz, bir kun ichida kelib tushadi. Shu pul yechishda, chiqarishda muammo yo'q. O'sha pulni nimaga yechtirasiz? Например, hozirgi kunda Visa karta, Uz kart, Humo kartalarga yechadi va undan tashqari kripto hamyonlarga chiqadi. Kripto hamyonga chiqaryapmiz. Kripto hamyonga muammosi chiqadi.
hozirgi kunda mana shu trading sohasida yurganlar, shu bilan shug'ullanayotganlarga qanday usulda pul yechish qulayroq? Siz nima Men o'ylayman, shu kripto kошелек orqali chiqargan ma'qul. O'sha orqali kiritib, o'sha orqali chiqargan ma'qul. Sababi hozir bank kartalarida ozroq muammo bo'lishi mumkin. Masalan, zaifga berib pul tushmay qaytib ketgan vaqtlari bo'lgan. Endi boshqa brokerda ishlagan vaqtlarim. Shunaqa. Shuning uchun eng ma'qul o'sha kripto kошелек kripto hamyon bo'lib qoldi. Chunki hozirgi kunda o'sha kriptoda kiritish chiqarish ham O'zbekistonda rasmiy o'zlarining magazinlari bor, do'konlari bor. Do'konlari bor. Aytaylik, Asterium, T-Crypto, ya'ni Apex Bank bilan birgalikda ishlab chiqilgan. Akta Bank bilan ishlab chiqilgan Asteriumniki. Bemalol qonuniy borib sotib olib yoki qonuniy borib sotib pullarni naqlash mumkin. To'g'rimi? Shunday. Xuddi shunday. Borib, o'zining kartalari ham bor. Xohlasangiz o'sha so'mga aylantirib, kartangizni tashlab, o'zlarining kartasiga aylantirib tashlab berish mumkin. O'zining do'konlari bor, ham rasmiy, qonuniy ochilgan. Shu kripto do'konlardan almashtirib olsa bo'ladi. O'shalar orqali depozit qilsa ham bo'ladi. Endi hozir sizni rejalarsiz qanaqa? Siz shu Instaforex broker bilan davomiy ishlamoqchimisiz yoki boshqa brokerlarga? Yo'q. Shu Instaforex bilan ishlaymiz endi. Xudo xolasa kuchimiz yetgancha shu ishda. Xudo xolasa ishonchini oqlayapti. Shunday. Endi o'zimizni o'rtoqlarga ham shu sohada ishlaydigan tanish-bilishlarga ham tavsiya beryapmiz. Mana shu Instaforex bilan ishlanglar. O'zimizda mana siz Shukurullo aka O'zbekistondagi menejerisiz, qanday muammo bo'lsa o'zingiz yordam beryapsiz. Mijozlarga muammo bo'lmagan-ku, prosta ochamay qolishi mumkin, nima qilish mumkin, hammasiga o'zingiz yordam berib turibsiz. Shu tanish-bilishlarga tavsiya qilyapmiz. Instaforexda ishlanglar. Xizmatlari yaxshi, bitimlarni ochishi, yopishi, tezligi ba'zi brokerlarda bo'lgan shunaqa stoplar bormasdan yopilib ketgan joylari bo'lgan, tekbirovd olmay ketgan joylari bo'lgan. Ha, shunday. Bunaqa muammo yo'q bizda. Qo'yilgan joyda qo'yilganicha oryapti. Spreydlar ham normalni. Ishlash tezligi ham yaxshi. Mana hozirgi kunda spreyd necha oltinda, например? 20-22 pips. Oltinda 20-22 pips. Juda zo'r. O'zgarishsiz. Boshlanganda uncha e'tibor berilmagan, ishlayotganmiz. Hozir endi ayni shu kuzatyapman. O'zgarishsiz 20-20 pips oltinda. Davom ettiring. Nasib omadingiz bersin, barakasini bersin. Rahmat. Hamma treyderlar o'sha yaxshi brokerlarni tanlab, soqqasini ko'paytirib, xalq xizmatida yurib, shunday. to'g'rimi? Shu yaxshi broker, yaxshi misolcha rezultatlar bilan ulashsak, kimgadir foydamiz tegsa, Albatta. Yaxshi-da bu baribir. Chunki biz yolg'on narsani aytmayapmiz, to'g'ri haqiqat qilib turgan real narsa bilan siz bilan ulashyapmiz. Shunday. Chunki bu sizni fikringiz, hozir sizni shu imенно brokerda ishlab turgan va ulardan qiladigan natijalar bilan siz bilan hozir suhbat doirasida bila olyapmiz. Shunday. Men aytsam balki kimlardir ishonmasligi mumkin. Siz mana shu bizni mijoz sifatida shu narsani o'zingiz aytib turibsiz. Shunday. 6 oy, mana Xudo xolasa 6 oy bo'ladi. Ishimiz ham davom etyapti. Ishlab turibmiz. Xudo xolasa darslikda ishlash niyatimiz bor. Ishlasak, katta deydi-ku, natijalarga, cho'qqilarga erishamiz, Xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Siz bilan bugungi o'tkazgan suhbatimiz uchun sizga katta rahmat. Vaqtni ajratib kelganingiz uchun. Shu tariqa bizlarni kichkina bir arzimagan podarkamiz bor. Uni biz sizga taqdim qilsak. Rahmonrahim, mana sizga bizdan sovg'a. Kattaga rahmat. Sizni shu natijalaringiz uchun bizga ishonch bildirib, brokerga ishonch bildirib, biz buni ishlatganingiz uchun sizga o'zimizni shu esdalik sovg'amiz. Rahmat. Shukrullo aka, sizga ham kattaga rahmat. Hamisha hamkorligimiz davomiy bo'lsin. Xudo xolasa uzoq yillar birga ishlash nasib qilsin. Rahmat, Xudo xolasa.